Assalomu alaykum kanallarımız, hürmetli tomoshalar, hürmetli do'stlar. Bugungi videomizda sizlarning e'tiborlaringizga Daytalning yonidan 4 qavatli binoni birinchi qavatida bir xona kvartirani e'tiborlaringizga havola qilib o'tamiz. Urganch shahrimizning eng zo'r messasida joylashganimizda Qalq markazi desak ham bo'ladi. Bu yoqda yana Urdu universiteti, Daytal, bu yoqqa kelsangiz, Dekkan bozoriga kelsangiz bo'ladi. Bu yoqda tarafimiz Raycenter bozor, Sholkomotor, ajoyib messa plaji. Keyin Dekkan supermarket ham shu tarafda joylashgan. Ko'rib turganingizdek, marshrutlardan umuman muammosi yo'q. Ajoyib messada Glavni o'qish, maktab, bog'cha hamma o'ng'ayli messada joylashgan. Hurmatli vatandoshlar. Narxlarni video davomida aytib o'tamiz. Halang naqd pul xalasangiz ikkilamchi kredit ham olsangiz bo'ladi. Ya'ni yetib kelsa birgalikda kvartiramizni ko'rib o'tsak. Bizlar kvartiramizga yetib keldik. Birinchi qavatda bir xonali kvartira bor. Bizlar remontdan chiqqan ishlarni e'tibor qilingan, ajoyib sifatli ishlardan qo'yilgan kvartirasini alifallar bilan ashutga qilingan. Bismillah deb giramiz. Sizlar girgandan koridor joyi, chap tarafimizda bu yerda shunday prixorjiy zonasi bor. Xalasangiz sizlar oshxona bu yana o'tirib, sizlar yanında bir spalni qilib bersangizlar ham bo'ladi ekan. Remontdan chiqib turibdi, akkuratni, ajoyib joy. Xalasangiz naqd pulda, xalasangiz ikkilamchi kredit olsangizlar ham bo'ladi sizlar. E'tibor qilingizlar, xonadonimizda ham yorki, oppoq, ajoyib ob'oylardan foydalanganlar. Bu yerda sanuzeli chiroyli qilib qo'yibdilar taxlabina. Unitazlar, vannalar o'zgargan, suv cho'chiklari bor. Issiq sovuq suv kelib turibdi bo'lning, gazsiz suvdan hech nimadan muammosi yo'q. Shahrimizning ajoyib messasida, hurmatli vatandoshlar, Urganch shahrimizda Daytalga yaqin yerda. Azal Daytal bir yanında Shumbala, Olimpiya stadion, Urdu universiteti, Raycenter bozor, Dekkan bozorlaridan peshkom borsangiz bo'ladi. Bu yerning duxkontrolni kotel qo'yilgan, stabilizatorlari bor. Bu yerning registrlar, kuxnya mebellar toza, vichchalar qo'yilgan, gazlar ham bor. Hech narsadan muammosi yo'q. Aynalar ham plastik ramlarni ham rishotka ham qilingan bilusini. Jaluzlar ham osilgan. Hurmatli vatandoshlar. Tayyor xonadan qisqasi kelib yashash kerak xonamizda sizlar. Bu tarafimizda asosiy xonasining sizlar 3.560 kattalikda birinchi qavatda yana zo'r messada Daytalning yonida. Sizlar 4 qavatli binoni birinchi qavatida bir xonali kvartira bo'ladi ekan. Perdalar ham osilgan, lyustralar osilgan, natijoy qilingan, ob'oydan chiqqan gilamlar ham döşalgan, chiroyli gilamlardan. Hurmatli vatandoshlar, registrlari bor, aynalari plastik ramlardan. Hurmatli vatandoshlar, qiziqqanlar bo'lsa bemalol murojaat qilsa, narxi 295 million so'm. Halang naqd pulda xalasangiz ikkilamchi kredit ham olsangiz bo'ladi sizlar. Bir xonani ko'p so'raydilar, ikkilamchi kredit azlayning. Qiziqqanlar bo'lsa murojaat qilishlari mumkin. Pryamoy mulkiyatini yanına olib kelamiz, o'zlari bilan savdolashib, kelishib olaverasizlar. Hurmatli vatandoshlar. Sizlar kanallarımıza abone bo'lsa abone bo'lib, videoga like bosib ko'rsangizdan chiqmasin. Hammaga sog'lik, salomatlik tilamiz. Keyingi videoda sog'lom va yaxshi kayfiyatda ko'rishguncha deb qolamiz.